Tak, bu yerga ham qo'yamiz. Yo, barchaga salom obunachilar. Bugun sizlar bilan albatta Teknik MK. Bo'ldi, anchadan beri video qo'ymagandim. Qisqa tanaffuslardan keyin albatta men yana qaytdim YouTube'ga. Shunga qaramasdan, ijodni to'xtatmasdan endi bu yog'iga bosamiz. Ijodni bu yerlarni to'g'rilab ekib olsam, keyin bahorcha gaplashamiz. Yaxshi, bu yerga va yana bu yerga va yana mana bu yerga bo'ldi. Ana ekib rasvo bo'ldi-ku. Tak. Bu sabzilarni joyiga qo'yamiz. Men uyimni o'zgartirganman, remont qilganman anchadan beri video olmay qo'yganimga. Nega video olmay desanglar, shunga biroz muammolar chiqib qoldi. Muammolarni hal qilgan holda yana YouTube'ga qaytdim. Yaxshi, ozgina kompyuter chuqalaymiz va gilamchani nega buzdim men? Gilamni bekor buzdim. Hozir joyiga qaytarib qo'yib qo'yamiz. Yaxshi, ko'chaga bir chiqamiz. Bizda qishloqda do'konlar ochilgan, yangi do'konlar. Mana marhamat, ko'rishingiz mumkin. Bu brat nima sotar ekan, hozir ko'ramiz. Bu brat aslaha emas, qurollar, shunga o'xshash narsalar. Bu brat ovqat, doktor, dorilar, bu ham ovqat. Sabzi, sabziga berar ekan. Yaxshi, bo'lmasa biz uyga qaytdik. Qishloqda ozgina tanishib olgan bo'lsangiz, yangilangan qishloqda, ya'ni. Bu qo'shnimning uyi, ko'rishingiz mumkin. U ham o'zini uyini ta'mirlab, o'zgartirishlar kiritgan. Bu hozircha shaharda ish bilan ketgan. Bu uyda ko'pincha bo'lmaydi, ya'ni qishloqda ko'pincha bo'lmaydi. U shaharda ham uyi bor, ishi o'sha yoqda. O'shanga u bu yerga uncha-munchaga kelmaydi. Ozgina uxlab qolamiz. Yo, barchaga salom. Men bu uyni buzib tashlagani keldim. Ya'ni bu uyni buzib tashlab o'rnida boshqa narsa quramiz. Men hozir bu yerni tasvirga olib olay. Tak, yaxshi. Bu yerga ham rasmga olishimiz kerak. Rasm kadrlar ko'proq olsak, o'shancha yaxshi bo'ladi. Yaxshi, men kadrlarni oldim. Endi bularni tashlayman. Yo'q. Shuncha uxlabmanmi? Ko'p uxlab. What? Daladagi nima, ko'chada nima bo'lyapti? Shuncha kamera, shuncha jetelar. Bilmadim. Hozir bilib olamiz. Bundan oldin telefonni olib chiqamiz. Albatta, har ehtimolga qarshi buni kiyib olishimiz kerak. Go. Kim bu endi bu? Salom. Ne eshitmaydi bu? Hozir xo'pdan salomlashamiz. Salom. Men uyingizni buzib tashlagani keldim. Nima? Men uyim buzilmaydi. Ya'ni bu uyga hech kim xo'jayinlik qila olmaydi. Chunki men bu uyni soliq to'lab sotib olganman. Yo'q, tepadan qaror bor. O'sha uchun biz bu uyni buzib tashlaymiz. Shuncha kameralar. Orqada ham kameralar, hamma joy kamera. Yaxshi. Shuning uchun o'z narsalaringizni yig'ishtirib chiqishingizni so'raymiz sizdan. Yo'q, bu uydan biz, ya'ni men bu uyni tark eta olmayman. Qo'shnimning uyini ham buzib tashlashibdi bular. Qo'shnim ko'rsa nima deydi? Tak. Kechirasiz, bu uy buzilmaydi. Ichkariga kiramiz va
Bilganini qilsin, biz uydan chiqmaymiz. Buzib tashlasha olmaydi. Tak, ozgina kampuxta chiqalaymiz va o'tiramiz. Bizga farqi yo'q. Birgina tashqarini tekshiramiz. Janob, ketishingiz mumkin. Bu uy buzilmaydi. Tak, yaxshi, bizni uychani qaranglar. Shunday uyda men beraveramanmi bular? O'zi shuncha soliq to'lasam, yana bularga buzdirib qo'yishim. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Notebookni buzib qo'ydim. Buni qo'yish ozgina muammo. Shu yerga turib qolsin. Yo'q, bo'lmaydi, yana joyiga qaytarishimiz kerak. Joyiga qo'yamiz. Nega qo'yib bo'lmayapti? Bola, sizlar Telegram kanalimni tavsiya qilaman. Telegram kanalda modlar, yangi video qachon chiqishi va shunga o'xshash yangiliklar tashlab boriladi. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanali описаниеda bo'ladi. Buni joyiga qo'yishimiz kerak, nima qilib bo'lsa ham. Qandaydir yo'li bo'lishi mumkin-ku. Minecraftda shu muammo, ya'ni bloklarni qo'yib bo'lmaydi. Qo'yib bo'ladi, lekin to'g'ri kelishi qiyin. Endi buni qayerga qo'yamiz? Shu sandiqning ustiga turib qolsin. Keyin olib bir nima qilib qo'yaman. Hamyonda $5 pulim bor ekan. Qani magazinlarga boraylik, chiqani nima berar ekan bu pulga, ya'ni. Pulni hozir solib qo'yamiz. Eshikni yopamiz. Bular hali ham ketmayapti. Bizga farqi yo'q. Biz uyni buzdirib qo'ymaymiz bularga. Qan bu baratda nima bor ekan ko'ramiz. Tak, yo'q. Bizga tegishli hech nima yo'q. Fakel bor ekan, fakel hozircha bizga kerak emas. Ovqat bor ekan, steak. Mol go'shtidan steak. Yaxshi, sotib olamiz hozir. Buni chiqarib olamiz albatta kamyondan. Tak, mana sotib olamiz. Ketdik endi uyga. Buni yeymiz. Yeb ham bo'lmaydi buni, chunki menda hozir qorin to'q tushib ham qoldi bu. Bular menimcha hali beri ketmaydi. Bizga esa farq yo'q. Tak, o'tirib yeyman desa bo'lmaydi ham. Barchaga xayr obunachilar. Bu videolarda ko'rishguncha endi tez video chiqadi. Kanalga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalga like bosinglar.